Yashab o'tgan hayotimga nazar solsam, juda ko'p xatolarni ko'raman. Umrim yiqilib, qayta turishni o'rganish bilan o'tdi. Lekin aynan shunday paytlarda men hech qaysi o'qituvchi bera olmaydigan hayot darslarini o'rgandim va ularni o'z qoidalarimga aylantirdim. Alloh ba'zan bizni rejalarimizni buzadi. Rejalarimiz bizni buzmasin deya. Qadring yo'q manzilda arzimas insonlar bilan yurgandan ko'ra, to'g'ri manzilda yolg'iz yurganing afzal. Agar kimgadir qarzga pul berib, uni qaytib ko'rmasang, siqilma. Uning narxi shu ekan. Inson niyat qilishda haddidan oshganida, haddan oshiq natijalarga erishadi. Amallar niyatlarga bog'liqdir. Senga ishonishlari yoki ishonmasliklaridan qat'iy nazar, qo'lingdan kelgancha harakat qil. Shunchaki belgilangan rejaga amal qilish kerak. Shunda boshqalarning fikri bilan ishing bo'lmaydi. Sening 1000 ta muammoing bo'lishi mumkin. Sog'lig'ing bilan muammolar paydo bo'lguniga qadar. Shundan keyin esa faqat bitta muammoing qoladi. Shu sabab ortiqcha qayg'urma va vahima qilma. Agar vaziyatni o'zgartirishning imkoni bo'lmasa, qo'rqoqlikdan ne naf? Axir u baribir seni qutqara olmaydi-ku. Bugun yutmoqchi bo'lsang, yolg'on gapir. Hayotda yutmoqchi bo'lsang, rost gapir. Sukut foyda berayotgan bo'lsa so'z ishlatma. So'z yordam berayotgan bo'lsa kuch ishlatma. Chunki har bir vosita o'z chegarasidan oshsa, foyda o'rniga zarar beradi. Hech qachon birovning hayotini bilmay turib, uni muhokama qilma. Deraza tokchasida gul turgani ichkarida bahor degani emas. Siringni ikki kimsadan boshqasi bilmasin. Sen va Robbing. O'zingni ichingga sig'magan narsa boshqa insonning ichiga sig'armidi? Nonni katta tishla, ammo gapni katta gapirma. Qorning to'ymaydigan yerda ochligingni bildirma. Ya'ni har kimga ham dardingni aytaverma. Malham bo'lolmaydiganlarga yarangni ko'rsatma. Ko'zingga tushgan cho'pni nomardga oldira ko'rma. Uning minnatidan qorachig'ingni berib ham qutulolmaysan. Eshak bilan musobaqalashma. Manzilga birinchi bo'lib yetib kelsang, sen birinchi eshak bo'lasan. Oxirgi bo'lib kelsang, so'nggi eshak bo'lasan. Buni o'zingga ravo ko'rma. Do'st uchun qurbon bo'lish qiyin emas. Qurbon bo'lishga arziydigan do'st topish qiyin. Insonning ulug'ligi uning kichkina odamlarga bo'lgan munosabatida namoyon bo'ladi. Birovning haqqiga xiyonat qilma. U baribir senga foyda keltirmaydi. To'g'ri yo'lda sudralib yursang ham, harom yo'lda chopib ketayotganlardan ko'ra uzoqroqqa borasan. Ba'zi insonlar asalariga o'xshaydilar. Ular faqat
gullaganingda paydo bo'lishadi. Sen qanday bo'lsang shundaysan. Boshqacha bo'lishga urinma. Bandasiga yoqaman deb Allohdan uzoqlashib qolma. Har kimga hayotida bir necha bor imkon beriladi. Ularni vaqtida ushlab qolmasang, umringni oxirigacha afsusda o'tasan. O'tmishingni qo'yib yubor, yo'qsa u kelajagingga to'g'anoq bo'ladi. Agar erkak 25 yoshgacha uylanmasa, demak u majburiyatni emas, mas'uliyatni tanlabdi. Otangni boshini egadigan ish qilma. Onangni yoshini to'kadigan gap gapirma. Qiyinchiliklardan hech qachon qo'rqma. Aksincha, minnatdor bo'l. Chunki mushkulotlar sendan munofiqlarni uzoqlashtiradi, sadoqatlilarni esa yaqinlashtiradi. Aytganingni hammasini qil, ammo qilganingni yarmini ham aytma. Odamlar bilan yaxshi munosabatingni saqlab qolishni istasang, ularni yolg'on gapirishlariga xalal berma. Kuchli inson aqlli insonni yengishi mumkin. Aqlli inson ham kuchli insonni yengishi mumkin. Ammo kuchli tana va o'tkir aql bir insonda mujassam bo'lsa, yengib bo'lmas birlashma hosil bo'ladi. Agar ayolni tushunmoqchi bo'lsang, uning gaplarini eshitma, ko'zlariga boq. Yaxshilarning xatosi barchani o'zlari kabi yaxshi deb bilganlaridir. Hech kimga ikkinchi imkoniyat berma. Bitta kitobni 2 marta o'qiganing bilan oxiri o'zgarib qolmaydi. Agar aybdor odamni kechirgan bo'lsang, oliy janobdek mavzuni yop va qayta ochma. Tanbeh ham berma, ayblarni qidirma. Qilgan ishini ham yuziga solma. Mol dunyoga qattiq berilma. Asalari ham asalni o'zim uchun yig'yapman deb o'ylaydi. Kun yakunida muhim qarorlarni chiqarishga urinib, o'zingni qiynama. Uxlab turgach, to'g'ri fikrlarga erishish ancha oson bo'ladi. Uchta holatda mushtlashish mumkin: oila, nomus va vatan uchun. Boshqa holatda faqat xo'rozlar urushadi. Besamar o'tgan har bir kuning sening dushmaningga aylanib boradi. Kurashadigan yutqazishi mumkin. Kurashmaydiganning esa yutqazgani aniq. Birovlar bilan band bo'lma, yo'qsa o'zing uchun vaqt yetmay qolishi mumkin. Boshqalardan emas, kechagi o'zingdan ustun bo'l. Shuni o'zi yetadi. Insonning eng katta boyligi u bilan birga kuladigan insonlaridir. Hayotning menga o'rgatgan eng qimmatli xulosasi hech narsadan afsuslanmaslikdir.
Qalbingdagi ozorni yashirishni o'rgan. Shunda hech kim zaif tomoningni topa olmaydi. Aqlli odamning 5 ta belgisi bor. Kam gapiradi. Kuzatishni yaxshi ko'radi. Shoshqaloqlik qilmaydi. Xato qilsa, aybni boshqalardan emas, o'zidan izlaydi. Boriga qanoat, yo'g'iga sabr qiladi. Agar so'ramasang, oladigan javobing hamisha yo'q bo'ladi. O'zgartira olmaydigan narsalaring haqida qayg'urma. Vaziyatni qanday bo'lsa shunday qabul qil va moslash. Axir biz ob-havoni o'zgartirishga harakat qilmaymiz, balki unga qarab kiyinamiz. Pulni aql bilan ishlatishni o'rganish uchun avvalo aqlga pul sarflash lozim. Ilm va mehnat bilan band bo'l, ammo hayotdan zavqlanishni ham unutma. Supurgi bo'lishga rozi bo'lgan bo'lsang, changdan nolima. Vaqt qizg'anishimiz kerak bo'lgan yagona narsa, lekin biz undan boshqa hamma narsani qizg'anamiz. Seni maqtayotgan odam aksar holatda sendan manfaat ko'zlayotgan bo'ladi. Yomonlayotgan odam esa aksar holatda sendan manfaat ololmagan bo'ladi. Nonko'r insonga qilingan yaxshilik o'zingga nisbatan qilingan hurmatsizlikdir. Tong otganidan so'ng shamning xizmatini unutma. Agar xohlasang kel deb chaqiriladigan joyga borma. Kel, seni kutyapmiz deb chaqirilgan joyga bor. Buni farqi katta. Barg daraxtdan zeriksa, kuz bahona bo'larkan, inson insondan zeriksa, bitta xato yetarkan. Uyingni mehmon kutayotgandek toza tut. Qalbingni o'lim kutayotgandek toza tut. Erkak haqida uning qilgan ishlari gapiradi. Kibrlanib ketma. Doim kamtar bo'l va ortiqcha e'tibor tortmaslikka harakat qil. Qaysidir ishing o'xshamagan bo'lsa, qaysidir maqsadingga yeta olmagan bo'lsang, o'zingni koyima. Chunki sen qo'lingdan kelganini qilding. Bir kun kelib, hammasi yaxshilikka bo'lganini tushunib yetasan. Yolg'on gapirishdan ko'ra xatoingni tan olish va tuzatish arzonroq tushadi. Uch narsadan pulni ayama. Sog'lig'ing uchun, bilim uchun va hayotni shirin qiladigan kichik quvonchlar uchun. Arzon narsalarga va arzon insonlarga uchma. Bular oxir oqibat senga qimmatga tushadi. Hayotda hamma narsa vaqtinchalik. Agar hammasi yaxshi ketayotgan bo'lsa, zavqlan. Bu abadiy davom etmaydi. Agar hammasi yomon bo'lsa, xafa bo'lma. Bu ham abadiy emas. Agar Kahf tog'idek katta bo'lib ketsang ham, baribir kafaningga sig'adigan darajada kichiksan. Unutma,
Qilgan har bir amaling o'zinga ziyodasi bilan qaytadi.